Xo'p. Yoz aka, nima deysiz endi bularga? Avvalambor assalomu alaykum. Hammadan yaxshimi? Jonlaring omon bo'lsin. Mana Azimjonning xonadoniga keldim. Sizlar ham kelinglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'lsin. Baxtiyor aka, o'rganing kelishni. Zafar aka, mana akam keldilar. O'g'aylar bilan vafo. Mana Akalarimiz bilan mana Tojikistondan. Aziz do'stlar, mana shu kun kelib Azimjon bilan tanishdim. Tanishganimdan juda xursandman. Mana sizlarim kelinglar, mana shu Azimjondan almashinglar o'zaro nimalaringni, malakalaringni. Mana ko'p juda yaxshi maslahatlar beryaptilar. Kelgusi mana parrandachilarga boshlar omon bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Alloh barakasini bersin, rivojingizni bersin. Rahmat katta aka. Akalar smokin tuxumdan berib o'rotdim, udaridan, hozir Moskovskiydan ham qo'shib berib o'raman. Ayos aka, rahmat. Moskovskiydan ochirib, Endi maza ko'paytiramiz. qilamiz. Xo'p, Baxtiyor akam shunaqa qiziqtirmasa kelmanglar. Mana kirib olib, mana shu oxirida o'tirib, sinf partasiga oxiriga o'tkazib qo'yamiz endi. Shunaqa qilganlar uchun. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kelinglar mehmonga.